Sen bilan bulutlarni orasida yurishni istayman. Mayli, tepadan dengizni ko'raveramiz. Agar bergan javobim yo'qsa, unda telefon raqamingni berasan. Javobing yoqmasa-chi? Unda men senga raqamimni beraman. Sen juda yomon ekansan. Yo'q. Ha, juda yomonsan. Bu yerda nima ish qilasan? Harbiy qutqaruv xizmatidaman. Romantik askar. Quloqqa juda yoqimli eshitilar ekan. Qalb chizilgan bir orol bor. Aytchi, o'sha joy qayer? Moviy g'or. Xo'sh, o'lim ehtimoli bormi? Bor albatta. Oila qurishni istayman. Bu sen o'ylagan narsa emas. Unda nega? Jem, bu juda xatarli. Meni qanday odamligimni tahlil qilishni bas qil. Bolalarim dadam uyga qaytarmikin deb kutishini istamayman. Qayerga ketyapsan? Moviy g'orga. Oo, boshqa tomonga ketayotganingni bilasan. Bu seni aybing emas. Shuning uchun ham bu yer juda ahamiyatli. Odam o'lishidan oldin xatolari haqida o'ylarkan. Hammani ham qutqara olmaysan, Jim. Seni kutayotgan bo'laman. Moviy g'or.